Assalomu alaykum. O'tiringlar. Bugungi ochiq darsimiz mavzusi Toshkent arxeologiyasi. Yo'qolgan sivilizatsiya izidan deb nomlandi. Bu mavzumizda biz bir nechta yodgorliklarda faqatgina misol qilib keltirdik. Eng qadimiylari bu Shoshtepa, Chilonzor tepasi, Yunusobod tepasi, Ming-O'rik yodgorligi va Binkat yodgorligi. Biz hammasini buni xronologik tartibda keltirdik. Agar bu Toshkentni taksonometriya usulida qilingan zamonaviy xaritasida ko'rishimiz mumkinki, mana shu Xonobod tepa, Shoshtepa, Ming-O'rik, Chilonzor tepasi va Yunusobod tepasini joylashgan hududlari mana shu xaritada, zamonaviy xaritada keltirilgan. Ya'ni bu xaritada shunday ko'rinib turibdiki, bu nuqtachalarda boshqa Toshkent shahridagi hozirgi kunda yo'q bo'lib ketgan yodgorliklar ham taxminiy chegarasi ko'rsatilgan. Bu Toshkent shahrida joylashgan arxeologik yodgorliklarni bu boshqa tur bir xaritasi. Bu yerda biz ko'rishimiz mumkin, Ming-O'rik aynan Qizilga olinganligi, bu ilk o'rta asrlarda arablar kirib kelishigacha bo'lgan davrda, o'sha turk xoqonligi davrida Toshkent, ya'ni Shosh hukmdorligini markazi Ming-O'rik. Keyinchalik bu shahardan sekin asta hayot arablardan keyin Binkatga ko'chganligi. Binkat hozirgi kunda o'sha Toshkentning eski shahar qismida ostida qolib ketgan o'sha Binkat o'rta asrlar shahri. Endi Shoshtepani to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu arxeologik yodgorlik, juda ham baland arka va ark qal'adan iborat shahar xarobasi. Arxeologik tadqiqotlarga ko'ra 9-asrlar va 16-asr, milodiy 16-asrlarda faoliyat yuritgan. Hozirgi kunda bu yodgorlik Toshkent shahri Yangi Hayot tumanida joylashgan bo'lib, Jo'n kanali bo'yida mana shu joylashgan yodgorlik hozirgi kunda ham juda ham hozir vayrona holatga kelib qolgan. Lekin buni hozir tiklash uchun, hozirgi kunda o'sha holatini saqlab qolish uchun ko'plab ishlar qilinyapti. Bu dastlab bu yodgorlikda Turkiston arxeologlar, arxeologik havaskorlar to'garagi tomonidan mana shu 20-asrning boshlarida, ya'ni 19-asrning oxiri 1896-yilda Grigoriev tomonidan va keyinchalik mana shu 34-yillar davomida mana shu Astronomovlar, ya'ni 19-asr oxirida, 20-asr boshlarida Grigorievlar, Krashennikova va Dadaboyevlar tomonidan bir necha marta bu yerda tadqiqotlar olib bordi va 1978 yilda bu yerda muntazam kompleks arxeologik qazishma ishlari ekspeditsiyasi olib borildi. Bu Shoshtepa yodgorligi 25 gektarga yaqin hozirgi kunda hudud bo'lib, bu mana shu tepalik ko'rinishdagi hozirgi kunda bizga saqlanib qolingan. Ya'ni bu istehkom, ya'ni atrofi qalin devor bilan o'ralgan istehkom sifatida. Bu miloddan oldingi 9 va milodiy 6-asrlarda o'troq dehqonchilik paydo bo'lgan bir makon sifatida tilga olinadi. Shoshtepani mana shu 80-yillardagi ko'rinishi, mana 80-yillarda bu yerda kompleks arxeologik ekspeditsiya olib borilganligi ko'ryapmizki, mana shu ko'rinib turgan mana shu dala qismlari, atroflari bu qishloq xarobalari o'rni bo'lgan. Hozirgi kunda bu yerda ko'p qavatli uylar qad ko'targan va hozirgi kunda bu yodgorlikda ark qismi, mana shu ibodatxona qismini bir joyi hozirgi kunda juda ham ayanchli holda o'pirilib tushgan. Lekin bu 80-yillardagi rasmi. Bu ham 1980-yildagi rasmi. Hozir mana shu yerlar uy bo'lib ketgan, ko'p qavatli uylar, Shoshtepa turar joy majmuasi. Bu yerlar keyinchalik atrofidagi ko'plab manzilgohlar, ya'ni mana shu atrofdagi ko'plab qishloq, ya'ni qishloq tipidagi mana shu ilk o'troq dehqonlar yashab o'tgan makonlar o'sha paytda dalaga aylantirilgan. Endi Shoshtepani o'sha 80-yillarda qilingan topografik tarixi, ya'ni plani. Endi Shoshtepada miloddan avvalgi 9 va 8-asrlarga oid dehqonlarning o'troq manzilgohlarida mana shunday yodgorliklar topilgan. Ya'ni bu yerda ko'rib turibmizki, arxeologik tadqiqotlar natijasida mana shunday yirik xumlar,
qoldiqlari topilgan va qabr. Kechirasizlar, mana qabr. Qabrni mana shu odam skeletini restavratsiya qilib, mana shunday yotqizilgan holatda va qabrdan ko'plab taqinchoqlar topilgan. Bundan tashqari metalldan yasalgan ilk buyumlar va mana shunday yirik xumlar va mana shu taka degan taqinchoq bo'lgan. Bu mana shu qabrlarda qabrga qo'yilgan insonlar tomonidan o'sha kamariga taqilgan o'tirgan tuya holati. Ya'ni tuyani o'tirgan holati, yotib turgan holati tasvirlangan. Ya'ni bundan ko'rib turibmizki, tuyani bir o'zlariga o'sha davrdagi xalqlar, mana shu yerda yashagan aholi o'zlariga bir totem sifatida muqaddaslashtirilganligini ko'rishimiz mumkin. Chunki tuyaligini asosan bu yerga bir paytlari mana shu Sirdaryo Orolbo'yi havzasidan ko'chib kelgan o'sha chorvador aholini vakillari, avlodlari hisoblangan. Shuning uchun bular tuyani ko'proq chorvadorlar dastlab bo'lganligi uchun tuyani o'zlariga totem sifatida. Mana shunday tuyani o'tirgan holatidagi mana shu tokalar, ya'ni tokalar ham deymiz, rus tilida pryashka deydi. Shoshtepada qabr qo'rg'onidan topilgan mana shu tuya tasvirlangan tokalar. Ko'ryapmizki, Shoshtepadan bittasi topilgan. Qolganlari shunga o'xshash analogiyasi Shimoliy Kavkaz, Qora dengiz bo'ylari, Markaziy Osiyodagi hozirgi Qozog'iston dashtlaridagi Babashev qabr qo'rg'onlaridan xuddi mana shunga o'xshagan tokalarda topilganligi. Ko'ryapmizki, bu taqinchoq sifatida juda ham bir-biriga yaqinligi, ya'ni o'zaro uzviy bog'liqligini ko'rishimiz mumkin. Bu Shoshtepa shahar xarobasini 80-yillarda qazishma ishlarining umumiy ko'rinishi, binoning markaziy qismining umumiy ko'rinishi olingan. Bu topografik tarixi. Ya'ni ko'rib turibmizki, dumaloq, xochsimon shaklda qurilgan obyekt. Ko'rib turibmizki, 80-yillarda bu yerda kompleks arxeologik ekspeditsiyalar olib borilgan. Mana Sharqiy Orol bo'yida yodgorliklarda olib borilgan tadqiqotlarda mana shu Shimoliy Tagisken va Chirik Rabot madaniyatiga oid. Hozirgi kunda bular Qozog'iston hududida mana shu dashtlardagi yodgorliklarda ham xuddi shunga o'xshash xochsimon qurilgan mana shunday inshootlarni ko'rishimiz mumkin. Endi xochsimon inshootlarning tarixi bundan tashqari Qozog'istonda mana tepadagi agar Shoshtepani tarixini ko'radigan bo'lsak, Bilovurtepa, Ariqtepa va Nurshijon, undan tashqari Shahri Qumis 4 va Shahri Qumis 13 yodgorliklarda ham xuddi o'sha o'xshashlikni kuzatishimiz mumkin. Endi mana Shoshtepani o'sha men boyaga ko'rsatib o'tgan tarixi, arxeologlar tomonidan qilingan tarixi, bu esa hozirgi zamonaviy kompyuter texnologiyalar asosidagi mana shu taksonometriya usulida qilingan o'sha dumaloq, xochsimon inshootni aksonometriya usulidagi ko'rinishi. Bu miloddan avvalgi 2-milodiy 2-asrlarga oid ibodatxona. Ibodatxona deyishimizga asosiy sabab bu yerda quyoshga va olovga sig'inuvchi majusiylar, ya'ni otashparastlar ibodatxonasi bo'lganligi. Arxeologlar qazishma ishlarida olib borilganda bu yerda juda ko'plab kuldonlar va muqaddas kullar, mana shu yoqilgan o'tni kulli ham muqaddasligi uchun juda ko'plab holatlarda o'sha kullarning yig'indisi juda ko'plab uyumi topilgan. Biz shunday asosga keldikki, bu diniy inshoot sifatida. Endi Toshkent ekspeditsiyasi arxeologlar tomonidan olib borilgan bu yerda kompleks ishlar, ya'ni bu yodgorlikdagi olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bu ibodatxona, ya'ni bu ark bino asosan xom g'ishtdan qurilgan, atrofida esa rabot qismi bo'lgan, ya'ni aholi yashaydigan qismi. Shunday qilib bu yodgorlik aynan gullab yashagan davri taxminan 2200 yil oldin. Ya'ni shunday qarash borki, Toshkentni aynan 2200 yillik yubileyi, ya'ni yoshini aniqlashda mana shu yodgorlikdagi olib borilgan tadqiqot ishlari ko'rsatdi. Endi 3-milodiy 3-6-asrlarda Shoshtepada hayotning ikkinchi yirik jonlanish davri boshlandi. Ya'ni bu ilk o'rta asrlar davrida. Keyinchalik 7-8-asrda milodiy boshlarida arablarning istilosi arafasida
ancha arafasida yuksalib ketdi. Arablar istilosi natijasida Shoshtepa yana tashlandiq, vayrona holatga kelib qoldi va arablardan keyin yana hayot jonlanish bu yerda aynan 11-12 asrlarga to'g'ri keldi. Shoshtepani miloddan oldingi avvalgi 2 va milodiy 2 asrlarga oid ibodatxonasini yana o'sha boyagi sanab o'tgan multimedia aksonometriya usulida qilingan, tiklangan ko'rinishi. Buni bir juda ham mana shu ish bo'yicha mutaxassis bo'lgan Timur Nurulin degan bir yigit, mana shu IT chi yigitni bu qilgan, tiklagan mana shu ishi. Ya'ni ko'rib turibmizki, mana atrofda oqib o'tayotgan o'sha Jun kanali, bu ya'ni tepalikda joylashganligi, bu ibodatxona o'sha ibodatxonani atrofiga yuqoridan kelib kirish yo'lagi bo'lgan. Demak, taxmin qilish mumkinki, mana shu aynan o'rtadagi ko'rinib turgan o'sha bino qoldig'i bu mana shu yerda olov yonib turgan, muqaddas olov yonib turgan bir maskan sifatida. Toshkent shahrining tarixiy yodgorliklari boyagi men sizlarga o'sha aytib o'tgan xaritada aynan Shoshtepani aksonometrik uslubi, Oqtepa Chilonzor Mingyo'rik yodgorligi va Yunusobod Oqtepasi. Endi Chilonzor Oqtepasi to'g'risida gaplashsak. Chilonzor Oqtepasi ham xuddi Shoshtepa kabi hozirgi kunda juda ham tashlandiq, juda ham abgor holatga kelib qolgan, lekin bu ko'rayotgan rasmlar Chilonzor Oqtepasidagi ibodatxona, bu ham ibodatxona, mana shu qismi bu 5-7 asrlarga oid. Ya'ni ilk o'rta asrlar arablargacha kelgan davrdagi oid yodgorlik. Tiklangan holatdagi umumiy ko'rinish arxeologlar tomonidan agar ko'rayotgan bo'lsanglar, bu ham xochsimon, ya'ni 4 ta minoradan shakllangan bir qal'a ko'rinishi bo'lgan. O'rtadagi teshikcha tuynik, olov chiqib turgan tuynik, bu muqaddas olov yonib turgan mana shu mo'ri sifatida ko'rishimiz mumkin. Endi bu 4 ta gumbazli ibodatxonani oldida ko'rib turibsizki, 4 burchak qandaydir bir oldingi, ya'ni qadimiyroq bo'lgan bir qandaydir bir rabot qismimi yoki bo'lmasam aholi yashaydigan bir manzilgoh sifatida arxeologik tadqiqotlar olib keldi. Endi bu astadonlar, ya'ni assuariylar 7-8 asrlarda mana shu hududda topilgan suyakdonlar, ya'ni bundan ko'rinib turibdiki, Zardushtiylar an'anasiga ko'ra qadimda Shosh aholisi mana shu insonlarda, ya'ni insonni tanasi yerda ifloslantirmaslik uchun mana shunday sopoldan yasalgan idishlar, katta idishlar, suyakdonlar juda ko'plab Shosh hududidan topilgan. Endi Chilonzor Oqtepasi bu milodiy 4-8 asrlar arablardan keyin tushkunlik holatiga keldi 8-asr. Keyin yana jonlangan davri 10-11 asrlarga to'g'ri keladi. Bu yerda ham mana shu hozirgi kunda atrofidan bo'z suv oqib o'tadi. Agar e'tibor berayotgan bo'lsanglar, hamma men tilga olayotgan yodgorliklarda atrofda albatta suv. Negaki biz bilamizki, suv hayot manbai sifatida, ya'ni suv mana shu suvni oqib o'tishi bu yerda hayot bo'lganligini ko'rsatib turadi. 1940-yili rus arxeologi Terenoshkin qayd etgan bu yerda birinchi qayd etish ishlarini olib borgan va 1960-yillarda Schiller va Buryukovlar va 1969-71-yillarda bu yerda Toshkent arxeologiya ekspeditsiyasi tomonidan tekshirilgan. Shunda tekshirish natijasida Chilonzor Oqtepasining balandligi 15 metr ekanligi aniqlandi va umumiy maydoni 60-75 kvadrat metrligi keladigan qadimiy qishloq xarobasi borligi aniqlandi. Tepalikda olib borilgan qazishmalar shuni ko'rsatdiki, bu yerda ustma-ust xom g'ishtdan, ya'ni paxsadan qurilgan imorat borligi, ya'ni 4 ta minoralik, o'sha men boyaga tilga olgan minorani borligi. Istehkom bo'lishiga asosiy sabab bu atrofi juda qalin baland devorlar bilan o'ralgan. Albatta baland devorlar, ya'ni baland devorlar ham xom paxsa g'ishtdan qurilgan yirik baland devorlar. Ya'ni bu devorlarning balandligi 9 metrligi aniqlandi. Endi Oqtepa Chilonzordagi o'sha men boyaga aytib o'tgan 80-yillardagi rasm ko'rinishi. Bu arkasimon, mana shu arkasimon bu kirish xonalarda o'rtasidagi tuynik. Bu 4-8-asrlarga oid. Mana xonama-xona o'tadigan yo'laklar, mana shunday xonadan bir xonadan ikkinchisiga o'tadigan yo'laklar borligi, mana shunday tuyniklar, tuyniksimon bu ibodatxonadagi xonalardan o'tish yo'lagi. Endi Chilonzor Oqtepasi diniy inshootining mana shu 7-8 asrlarga oid mana shu topografik, mana shu
xaritasi, endi plani, tarixi demoqchi aytish mumkinki, shundan ko'rinib turibdiki, keyinchalik Chilonzor Oqtepasini bu diniy inshoot aynan 7-8 asrlarda, ya'ni Shosh hukmdorligi deymiz, turk xoqonligi, g'arbiy turk xoqonligi tarkibidagi bo'lgan juda katta bu yerda imorat bo'lganligi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, pandussimon chiqish yo'lagi bo'lgan. Ya'ni bu yerga kelgan, ya'ni diniy marosimlar o'tkazish uchun kelgan insonlar mana shu pandus orqali yuqoriga chiqib, bu yerda mana shu bir nechta xonalardan iborat bo'lgan juda katta bir imoratni ko'rish mumkin. Endi binoni qoldiqlari asosida tiklangan bu diniy marosimlarga asoslanib belgilangan, chunki bu yerda ham juda ko'plab mana shu 7-8 asrlarga oid moddiy manbalar topildi, juda ko'plab topilmalar topildi, undan tashqari sopoldan yasalgan buyumlar topildi. Arab xalifaligi davriga kelib bu yer yana vayrona holatga. Chunki arablar bilamizki, juda ko'plab ayniqsa diniy o'sha davrdagi islomdan oldingi diniy inshootlarni ko'plab vayron etib tashlashgan. Lekin shaharda keyingi hayoti yana 10-11-asrda tiklanadi. O'sha Chilonzor Oqtepasini Kunbotar tomonda joylashgan ibodatxonani ko'rinishi. Bu ham aksonometrik usulida o'sha Timur Nurulin degan yigitni o'sha bolani olib borgan tadqiqoti natijasida tiklagan holati. Demak 5-6-asrlarda ko'rinishi taxminan Chilonzor Oqtepasini xuddi shunday bo'lgan. Ya'ni 4 ta minoradan iborat pandus yo'lagi bilan to chiqish bitta katta markaziy eshik bo'lganligi. Atrofi ko'ryapsizlar, atrofidan o'sha suv oqib o'tgan va daraxtzor bo'lgan. Endi Oqtepa Chilonzor ibodatxonaning maydoni 5-7-asrlarda shu ham aksonometri. Bu yana bir ko'rinishi, o'sha maydoni, ibodatxonaning maydonini mana shu ko'rinishi ham aksonometri usulida tiklangan. Endi yana bir yodgorlik, bu Ming O'rik yodgorligi. Ming O'rik hozirgi kunda o'sha Salar anhorini, o'sha kanalni oqib o'tadigan Shimoliy vokzal yonida joylashgan yodgorlik. Bu hozirgi kunda Toshkent shahrining 2009-yili 2200 yillik yubileyini nishonlash arafasida bu yerda tadqiqot ishlari olib borilib, usti yopiq holatda, ya'ni rekonstruksiya va restavratsiya, undan tashqari usti yopilib, turistlar uchun mana shu tiklash imkoni boricha tiklash holatiga keltirildi. Endi mahalliy xalq orasida buni Afrosiyot tepa ham deyishgan, to'rtburchak arka sifatida yirik bir diniy inshoot, juda katta bir arxitekturaviy inshoot. 19-asrlarga oid shahar xaritasida bu yodgorlik 30-35 gektarligi Ming O'rik deyilishiga sabab 19-asr atroflarida mana shu yerda yashagan atroflarda juda ko'plab o'rik daraxtlari, o'rikzor bo'lganligi uchun xalq o'rtasida Ming O'rik deb tilda qolgan. Birinchi marta 1896-yilda va 1912-yillarda, ya'ni 19-asrda oxiri, 20-asrda boshlarida bu yerda ilk tadqiqotlar olib bordi. Lekin kompleks bu yerda tadqiq etish 20-asrning 20-yillarda Mikhail Mason tomonidan, 40-yillarda Mirg'iyosov, Sprishevskiy va Yuriy Buryukovlar tomonidan olib borildi. 1968-yilda Toshkent arxeologik kompleks ekspeditsiyasi tomonidan bu yerda keng tadqiqot ishlari olib bordi. Oxirgi marta bu yerda keng tadqiqot ishlari 2008-yili olib borildi. O'zim ham ishtirok etganman. Mana shu 2008-yildagi ko'rinishi. O'sha 2008-yildagi mana shu tarixi rejasi asosida hozir bu hudud usti o'ralgan, mana shu restavratsiya qilish jarayonida bu yerda arxeologlar kompleks ekspeditsiya olib borishdi. Ya'ni yubileyga tayyorgarlik ko'rish. Toshkent shahrida 2200 yili. Mana shu 2008-yillarda mana shu holatda edi. Keyinchalik bu yerda atrofi o'ralib, turistlar uchun atroflari obodonlashtirilib, hozir usti konservatsiya qilib, usti yopiq, ya'ni naves holatida ustini yopib, turistlar uchun keladigan bir maskaniga aylanib qoldi. Ming O'rikning topografik xaritasi ko'rib turibsizki, Ming O'rik dastlab faoliyat yuritganda mana shu atrofda, mana shu hududlarda shu yodgorlik. Hozirgi kundagi mana shu biz ko'rib turgan Ming O'rikni ko'rinishi faqatgina mana shu qismigina qoldi. Bu qismlari hozirgi kunda yo zamonaviy yo'l yo ko'p qavatli uylar qurilishi natijasida yo'q bo'lib ketgan. Lekin mana ko'chalarda ko'rib turibsizki, o'sha biz ko'rgan chorrahay ko'chalar, mana shu ko'chalarning ostida asosiy yodgorlikning katta qismi yo'q bo'lib ketgan. Endi Ming O'rik ham ibodatxona sifatida ko'rish mumkin. Endi bu yer ham 1-3-asrlarga oid, bu yerda ham aholi yashash hududi. Bundan tashqari
hukmdor yashaydigan arq qismi, ya'ni shosh hukmdori va juda katta bir ibodatxona. Ya'ni majusiylar olov bilan quyoshga talpinuvchilar, ishonuvchilar, ya'ni sig'inuvchilar ibodatxonasi sifatida shakllangan. Bu yerda arxeologik qazishmalar olib borilganda devoriy suratlar ham topilganligi, ya'ni ko'rib turibmizki, bu yer devoriy suratlar tushirilganligi, bu yerda qandaydir bir kattakon bir hukmdor yashaganligi, ya'ni juda ham katta bir ulug' bir hukmdor yashagan. Bu arab manbalarida bu yodgorlik aynan arab manbalarida tilga olinadigan Madinat ash-Shosh degan shahar aynan mana shu yodgorlikka to'g'ri keladi. Aynan shu yerda arablar tilga olishgan. Miloddan avvalgi 1-5 asrlarga oid xochsimon inshootlar tipida ko'rib turibmizki, bu ham xochsimon usulda qurilgan. Qozog'istondagi Cho'ltepa, Ming'o'rik, Qizil Qaynartepa va Setalak 2 yodgorliklarda ham mana shunday analogiyani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bir-biriga juda ham o'xshashlik. Ya'ni bu yodgorliklarda ham xochsimon mana shunday diniy bir inshootlar qurilgan. Endi Ming'o'rik ibodatxonasini Kunbotar tomonidan ko'rinishi 1-3 asrlarga oid tiklangan holati ko'rib turibmizki, atrofi qalin mudofaa devorlari bilan o'ralgan. Ko'rib turibmizki, bunda ham pandussimon yuqoriga chiqish yo'lagi borligi va mana shu xochsimon katta qal'a hukmdor qal'asi saroyi va ibodatxona mana xuddi aynan shuni ichida. Ya'ni biz taxmin qilishimiz mumkinki, bu aynan o'sha biz shosh hukmdorligi deymiz, ilk mana shu g'arbiy turk xoqonligi tarkibidagi o'sha shosh hukmdorligini aynan mana shu qarorgohi bo'lsa. Keyinchalik Ming'o'rik poytaxt maqomini yo'qotib, arablar bosqinidan keyin bir tiklanadi. Tiklangandan keyin bu tomon poytaxt makonini mana shu maqomini yo'qotib, sekin asta Binkatga, ya'ni o'sha islom dini to'liq qaror topgan paytda Binkatga keyinchalik ko'chishini ko'ramiz. Endi 2008-yilda bu yerda ham mana shu prezident O'zbekistonning birinchi prezidentini maxsus Toshkent shahrining 2200 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorda aynan mana shu Ming'o'rikda olib borilgan tadqiqotlar natijasida mana shunday keng tadqiqot va ishlari olib borilib, uning usti yodgorlik usti restavratsiya va rekonstruksiya qildi. Endi bu majmua otashgoh, o't yoqish va undan hosil bo'lgan muqaddas kullarni muntazam ravishda to'plab yig'ib borish bilan bog'liq bo'lgan. Chunki juda ko'plab kul qoldiqlari topilgan. Qurilish qoldiqlari ko'rishimiz mumkinki, bu yerda ham asosan o'xsa paxsa xom g'ishtdan qurilgan. Mana shu Qang davlatining miloddan oldingi boshlaridagi diniy markazlardan biri bo'lgan deb hisoblash imkonini ham berdi, ya'ni islomdan oldin. Uning atrofida keyinchalik ilk shahar markazi, ikkinchi bosqich esa 5-6 asrlarda shahar tez sur'atlarda rivojlanib ketdi va 7-asr boshida shahar Chochning poytaxti. Mana shu arablar tilga olgan Madinat ash-Shosh xuddi mana shu shaharligi aniqlandi. Endi qovunchi madaniyatiga oid, ya'ni Toshkent vohasida umuman Shosh ilohida ko'plab qovunchi madaniyatiga oid bo'lgan ko'plab mana shu sopol buyumlar topilgan mana shu yodgorlikda. Agar ko'rayotgan bo'lsanglar, bu inson tasviri tushirilgan fil suyagidan yasalgan maxsus muqaddas qadahlar. Ya'ni bu muqaddas qadahlar ko'proq o'sha diniy marosimlarda olib boradigan kohinlar tomonidan muqaddas ichimlik ichadigan qadahlar. Ya'ni riton deydi. O'shani qoldig'i, ya'ni fil suyagidan yasalgan. Endi Ming'o'rik shahar xarobasida arxeologik mana shu milodiy 7-8 asrlarga oid saroyni tarixi, ko'rinishi, devoriy surat parchasi, agar e'tibor berayotgan bo'lsanglar, ya'ni ichkari interyerlari, saroyning ichkari interyerlari juda ko'plab bezaklar bilan, ganch bezaklar bilan atrofi ichlari bezak bilan to'ldirilganligini ko'rish mumkin. Endi keyingilari esa mana shu 7-8-asrlarga oid sopol buyumlarni ko'rishimiz mumkin. Mana shu aynan Ming'o'rikdan topilgan sopol buyumlar va undan tashqari ilk mana shu choch tangalari ham mana shu choch tangalari ko'rib turibmizki, qandaydir bir yirtqich hayvon tasviri tushirilgan choch tangasini aynan shu yerda topilgan. Turk xoqonligi davridagi mana shu
markazlardan biri, ya'ni Shosht poytaxti bo'lgan. Endi Yunusobod Oqtepasi. Yunusobod Oqtepasi hozirgi kunda Yunusobod tumanida joylashgan bu tepalik. Bu yerda ham kompleks tadqiqotlar olib borish aynan 20-asrda juda ko'plab olib borildi. Arxeologik yodgorlik bu shahar xarobasi ham 5-13-asrlarga oid. Arablar davrida bu ham bir vayrona holatga keldi. Shunday taxmin qilish mumkinki, bu Shosh hukmdori, o'sha Ming'o'rikdagi Shosh hukmdorini shahardan tashqari dala hovlisi bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki dala hovlini ko'proq eslatib turgan arxeologik qazishmalardan. Ya'ni qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, zamonaviy dachasi bo'lgan. Toshkentning shimoliy-sharqiy qismida Oqtepa kanali bo'yida joylashib, dastlab 1886-yili bu yerda Nalivkin qayd etib, keyinchalik 40-41-yillarda 20-asrda Terinoshkin bu yerda qisman qazishmalar olib bordi. Lekin asosiy keng qazishma ishlari 75-83-yillarda o'sha boyagi sanab o'tgan Toshkent arxeologiya ekspeditsiyasi tomonidan o'rgangan. Endi bu yodgorlikda janub tomoni balandroq bir tepalik ko'rinishda, hozir agar ko'radigan bo'lsak, Yunusobod Oqtepasi endi u ham juda ham vayron holatga kelib qolgan, lekin juda ham Chilonzor Oqtepasiga qaraganda ancha balandroq ko'ringanligi. Ya'ni juda ham baland mana shu arxitekturaviy inshoot bo'lgan. Arkning xarobalari bilamizki, O'rta Osiyo aynan islomgacha va islomdan keyingi holatlarda ko'plab O'rta Osiyodagi joylashgan arxeologik yodgorliklar asosan Ark, Rabot qismi va Shahriston qismidan iborat bo'lgan. Bilamiz, Shahristonda asosiy hunarmandlar va bozor, o'sha xalq yashaydigan qismi bo'lgan. Endi Ark xarobalari hukmdor saroyi 86 ga 180 metr, ya'ni eni va uzunligiga, shimoldan janub tomonga cho'zilgan qishloqdagi chuqur bir jarlik bilan ajratib turilgan. Bu ham maxsus xandak ustiga o'rnatilgan shahar. Arkka yondashgan keng hovli va uning janub qismida esa Ark xarobalari joylashgan bir yirik bir inshoot. Qazish vaqtida xom g'isht va paxsadan qurilgan me'moriy jihatdan yaxshi saqlangan bino qoldiqlari ochildi. Majmuaning qurilishi 3 bosqichda amalga oshirilgan, ya'ni 5-6-asrlarga, 7-8-asrlar va undan keyingi davrlar. Endi Yunusobod Oqtepasini mana shu qo'rg'onni topografik chizmasi 7-8-asrlarga oid ko'ryapmizki, bir qandaydir bir yarim aval shaklida. Bu ham atrofi suv bilan, xandak bilan o'ralgan bo'lgan. Atrofi juda ko'plab o'rta asrlar inshootlarda bu narsani ko'rish mumkin. Ya'ni suv bilan o'ralgan. Qo'rg'onni chizmasi ko'rishimiz mumkinki, keyinchalik mana shu plani, ya'ni o'sha dala hovlini yoki bo'lmasam 7-asrda oxiri va 8-asrda birinchi yarmida qurilgan holatda. Yunusobod Oqtepasida o'tgan asr 20-asrda olib borilgan qazishma ishlaridan namunalar. Keyinchalik o'sha o'tgan asrda arxeologlar tomonidan mana shu ko'ryapsizlar, boyislarni ko'rsatdim, yarim aval aylana shaklidagi mana shu katta bir bino. Albatta bu yerda ibodatxona ham bo'lgan. Yunusobod Oqtepasi qal'a bilan mustahkamlangan juda katta minora bo'lgan. Ko'rib turibmiz, aksonometriya uslubida qilingan va atrofi e'tibor berayotgan bo'lsanglar, atrofi suv bilan, xandak bilan to'ldirilgan bo'lgan. Bu xavfsizlik nuqtai nazaridan. Ko'ryapmizki, mana bu qizil strelka turgan qism mana shu bu maxsus mana shu ko'prik bo'lgan va shu ko'prik orqali shaharga kirish darvozasi bo'lgan. Mana shu qayta tiklangan ko'rinishi mana. Endi bu Yunusobod Oqtepasini qal'a bilan mustahkamlangan minora 6-asrning birinchi yarmi, 8-asrlarda qayta tiklangan umumiy ko'rinishini yana bir qismi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, juda ham bahaybat, juda ham katta qal'a. Hozirgi kunda albatta bu suv o'rinlari qolgan, lekin suvni o'zi bugungi kungacha saqlanmagan. Ya'ni suv yo'q endi ilk o'rta asrlarda. Ko'prikdan o'tilgandan keyin labirint ko'rinishdagi darvoza bo'lgan. So'ngra hovliga o'tilgan keyinchalik. Bu binoga kirishdan oldin qal'aga. Darvozalar oldida qo'riqchilar xonasi, shimolda esa saroy simon inshoot, qasr joylashgan. Qasrga kvadrat minora orqali pandus bilan ko'tarilgan. O'sha yana bularda ham pandus. Qasr 2 qator yo'laklar bilan o'ralgach, usti qator yo'laklar burchaklarida dumaloq gumbazli xonalar bo'lgan. Endi qasrning ichki qismida bo'lingan g'arbiy qism burchagida ham 2 qavatli baland minora mola qayd ko'targan, pastki qavatda esa gumbazli 3 ta yo'lak va shunga o'xshash. Endi asosiy xonalarning devorlarida tagiga suppalar, markazda esa otashgoh olov yonib turgan, muqaddas olov yonib turgan otashgoh va uning usti esa yog'och bilan ramziy yopilgan mana shu diniy inshoot sifatida. Quyosh nurlaridan muhofaza qilingan, ya'ni bu bir muqaddas
bir sifatida. Bu yerda juda ko'plab zeb-ziynatlar, metaldan yasalgan juda ko'plab sopol idishlar topildi. 9-13 asrlarga oid, ya'ni arablardan keyin, aynan islom dini kirib kelgandan keyin Binkat shahri chegarasi. Bu 19-asrga oid Toshkentning xaritasida aynan Binkat mana shu shaharning markazi sifatida, ya'ni Binkatga kiradigan 4 ta darvoza Farxon, Abul Abbos, Kesh va Jinayda darvozalari orqali kirgan. Biz bilamizki, rus bosqini arafasida shaharda 12 ta darvoza bo'lgan. Binkat bu shoshning o'rta asrlardagi, ya'ni islom kirib kelgandagi 9-12 asrlardagi poytaxti. Toshkentning eski shahar qismidagi binolar tagida qolib ketgan shahar xarobasi. Bu yerda Bartolt bilan Mason 20-asr boshlarida o'rganishgan. 10-asr arab tilida yozilgan manbalarga ko'ra Binkatning uzunligi va kengligi 1 farsah, ya'ni uzunligi va kengligi 6-8 kilometr atrofida bo'lgan deb yozishgan. Ya'ni bu qo'rg'on, Ko'handis, Ark, ichki shahar, Shahriston yoki Madinadan iborat bo'lib va 2 rabotdan iborat bo'lgan. Ya'ni rabodi dohil va rabodi xorijdan iborat bo'lgan juda katta. Mudofaa devori bilan o'ralgan bu Shahristonda 3 ta Abul Abbos boyagi xaritada ko'rsatgan Junayd va Gumbaz, Kesh yoxud Kasr darvozalari orqali shaharga kirish bo'lgan. Atrofi esa shahardan tashqarida esa 10 ta darvoza bo'lganligi aniqlandi. Binkat shahrining chegarasi bilan Toshkentning mana shu mudofaa inshootlari, mana shu agar e'tibor berayotgan bo'lsanglar, ko'k bilan o'sha Binkat shahri bo'lsa, atroflari ham yirik-yirik katta devorlar bilan o'ralgan, o'sha mudofaa devorlari bilan o'ralgan bir yirik shahar. Bu ko'proq arab manbalarida uchraydigan shahar. Manbalarda qayd etilishicha, shaharning ko'kalamzorligi, obodligi va bahavoligi bilan Movaroun Nahrning eng sog'lom shaharlaridan hisoblangan, ya'ni toza havosi. Uning paxsadan qurilgan uylari keng bo'lgan va har bir hovlidan ariq oqib o'tgan degan. Shuning uchun Toshkent juda ko'plab bosqinchilar uchun juda ham bir asosiy bosqinchilik uchun Rossiya ham bekorga aynan Toshkentni markaz qilib olmagan. Bahavoligi va atrofi suv arteriyalari bilan o'ralganligi uchun. Shunday qilib manbalarda Binkat va uning atrofi suv bilan yaxshi ta'minlanganligi alohida qayd etiladi. Albatta, agar suv atrofida yaxshi ta'minlangan bo'lsa, hayot ham rivojlangan bo'ladi. Barcha kanallar Shahriston va Rabot orqali o'tib, Rabotda bog'lar va ariqlar ko'p bo'lib, qadimiy shahar hududida o'tkazilgan dastlabki arxeologik kuzatuvlar, Ark, Shahriston, Rabotlar o'rnini belgilash va boshqalarni mana shu 9-12 asrlardagi tarixiy topografiyasini aniqlab olish imkonini berdi. Shahriston qismi va Ark qismi taxminan hozirgi Toshkentning Zarqaynar ko'chasi, Chorsuv maydoni va eski Juva bozori bilan chegaralangan Gul bozor tepaligini egallagan hududi deb taxmin qilinyapti. Ya'ni eski shahar, hozirgi o'sha Chorsuv atrofida joylashgan eski shahar aynan eski shaharning tagi Binkatni aynan Binkatni ustiga qurilgan. Bu uchburchakni shimol tomonda g'isht bilan terilgan ark devorlari xarobasi ko'rish mumkin. Ya'ni bu mudofaa devor qoldiqlari 20-asr boshlarida mavjud bo'lganligi, hatto 20-asr boshlarida ham bu mudofaa devorlar bo'lgan. Hozirgi kungacha yetib kelmagan. Ark Registon va Jangob yoki bo'lmasa Jangoh ariqlari orasida joylashgan yirik. Endi Binkat Toshkent arxeologiya ekspeditsiyasi tomonidan ancha batafsil o'rganildi, juda keng o'rganilgan. Ayniqsa zilziladan keyin, zilziladan oldin bu yerlarda hali yirik binolar bo'lmasdan oldin arxeologlar bu yerda yaxshi tadqiq etishdi. Tadqiq etilgan madaniy qatlamlar asosida qadimiy shahar chegarasi aniq belgilandi va ichki shahar tarixi to'liq tiklandi. Ya'ni Shahristonning hozirgi markaziy qismi va Gulbozor mahallasi 9-12 asrlarga oid uy-joylar juda ham zich bo'lganligi aniqlanib, bu yerda aholi zich yashagan. Turli tuman ro'zg'or buyumlari, ayniqsa sirlangan idishlar, hozir men sizlarga ko'rsataman, kolleksiyasi Binkat kulollarining yuksak mahorat va badiiy didga egalligidan dalolat bergan. Ya'ni Binkatlik kulollar dunyoga mashhur bo'lishgan degan arablar mana shu manbalarda uchraydi. Arab tilida yozilgan manbalarda, ya'ni Maqdisiyning manbalarida shoshdan chetga chiqarilgan savdo buyumlari ichida chorvachilik mahsulotlari, ayniqsa teri, charm va namat. Esinglarda bo'lsa, o'sha aynan o'sha mahallalarda hozirgacha teri purushlar saqlanib qolgan. Hozirgacha teri purushlarning mahallasi bor.
Aynan bekorga emas, metal buyumlar, ayniqsa shoshni sirli sopol idishlarida tengi yo'q ekanligini qayd etishgan. Mana Binkatdagi sopol idishlar 9-10 asrlarga oid. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, islom dini kirib kelgandan keyin zoomorf, antropomorf, ya'ni insonlar tasviri tushirilgan idishlarning o'rnini mana bunday chiroyli bo'lgan naqsh solingan yoki bo'lmasam e'tibor bersanglar, arab yozuvida yozilgan kufiy, ya'ni kufiy yozuvida yozilgan juda bejirim yozuvlar bilan ya'ni Qur'ondan har xil suralar va oyatlar keltirilgan yoki bo'lmasam qandaydir bir pand nasihatlar keltirilgan idishlarni ko'rish mumkin. Ya'ni yozilgan yoki bo'lmasam naqsh solingan. Endi Binkatni shisha buyumlari ham dunyoga tengi yo'q bo'lgan. Ya'ni ayniqsa ko'kishsimon idishlari va qizg'ish idishlari, shu shisha idishlari juda dunyoga mashhur bo'lgan. Mana Binkatda 9-10 asrlarga oid sopol idishlarni ko'rishimiz mumkin. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu yerda arabcha yozuvda, ya'ni kufiy yozuvda yozilgan juda ko'plab mana shu so'zlar yoki har xil pand nasihatlar, duolar tushirilgan idishlar paydo bo'ldi. Keyinchalik sopol idishlar yana takomillashib, ko'rib turibsizlar, mana yerda kiyikni rasmi tushirilgan, ya'ni zoomorf suratlar tushirilgan, bejirim mana shunday sopol idishlar bezatilganligini ko'rish mumkin. Endi sopol buyumlar 10-asrga kelib har xil qushlar, har xil bu tushunarsiz bir odam ismi, bu tasviri bu islom diniga zid bo'lgan. Biz aniq ayta olmaymiz nimani tasvirligini, lekin ko'plab mana shunday qushlarni, ya'ni afsonaviy qushlarda tushirilgan rasmlar ko'rish mumkin. Yana nimani ko'rishimiz mumkin? Binkat sopol idishlari 19-11-asrlarning boshida mana shunday idishlar texnologiyasi, sopol idishlarning texnologiyasi yanada rivojlanib bordi. Ko'ryapsizlar, naqshlarda juda ham jimjimadorligi, juda ham chiroyli naqshlar tushirilgan. Endi ko'rib turibsizki, mana shu sopol idishlarda yana bu ikki chetida kufiy arab yozuvida tushirilgan juda ko'plab so'zlar. Binkat shisha buyumlari mana. O'sha dunyoga mashhur Binkat shisha idishlari bu suyuqlik saqlash uchun qilingan idishlar, har xil moylar, tibbiy yoki bo'lmasam har xil dorivorlar saqlangan yoki bo'lmasam har xil pardoz-andoz buyumlari va boshqa ishlar uchun qilingan shisha buyumlar ko'rish mumkin. Endi 10-12-asrlarga oid Binkatda topilgan arxeologik topilmalarning ichida ko'rib turibmiz, temirdan yasalgan shoshning mashhur o'sha qulflari. Kaffol Shoshiy ham qulfchi bo'lgan, bilamiz, maqbarasi, Kaffol Shoshiy, muqaddas qadamgoh. Bu yerda qaychi, qulflar va eshikni oshiq-moshig'ini qoldiqlari. Endi bu yerda esa shamdonlar, ya'ni piliklar, o't yonib turish uchun, mana shu yorug'lik berish uchun piliklar. Bular hammasi sopoldan, bronzadan va temirdan yasalgan buyumlar. Endi Toshkentni 15-16-asrlarga oid hammom qoldiqlari, aynan o'sha hammomda qazish ishlari natijasida mana shunday topografik tarixi chizildi. Ya'ni shunda ko'rinib turibdiki, Toshkentning atrofi suv bilan, ya'ni hammomda atroflari, ichlari kanalizatsion mana shu mo'rilar, quvurlar bilan ta'minlangan. Ya'ni bu yerga doimo oqova suv kelib turgan va hammom bunda ko'rinib turibdiki, demak, Toshkent shahri tozalikka juda ham katta e'tibor berilgan. Toshkentni 15-16-asrlarga oid bo'lgan sopol buyumlari terrakota haykalchasi. Bu balki bolalar o'yinchog'i ham bo'lishi mumkin. O'sha davrda o'ynagan bolalar o'yinchog'i ko'rib turibmiz. Va hammomdan topilgan me'moriy koshin qoldiqlari, ya'ni hammomdan topilgan, hammomda qazish paytida mana bunday idish buyumlar ham topilgan. Demak, hammomda nafaqat cho'milishgan, balki choy ichib dam olishgani ham bo'lishi mumkin. Hurmatli talabalar, shuning bilan mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.